Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiyalarda qanday o'zgarish bo'ladi? Minimal pensiya haqiqatan ham 7 million so'mgacha oshadimi yoki bu odamlarni chalg'itayotgan noto'g'ri xabarmi? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ota-onasi pensiya olayotgan farzandlarga, nogironlik nafaqasi oluvchilarga, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalarga va hali pensiyaga chiqmagan, lekin ish staji yig'ayotgan fuqarolarga ham tegishli. Men bugun sizga oddiy tilda hujjatlar mantig'i, amaliy tartib va real hayotdagi misollar bilan tushuntiraman. Kimning pensiyasi o'shishi mumkin, kimniki o'zgarmasligi mumkin. 7 million so'm minimal pensiya degan gap qayerdan chiqyapti? Bunday xabarlarga qanday munosabat qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xatolar aynan hujjat topshirishda, qayta hisob-kitob so'rashda va internetdagi yolg'on xabarlarga ishonishda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka kerak. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Minimal pensiya 1 avgustdan birdaniga 7 million so'm bo'lib qoladimi? Men ekspert sifatida bunday xabarni ko'rganimda birinchi navbatda rasmiy manbaga qarayman. Prezident farmoni bormi? Vazirlar Mahkamasi qarori bormi? Pensiya jamg'armasi yoki iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan rasmiy e'lon qilinganmi? Agar bunday rasmiy hujjat bo'lmasa, demak bu xabar tasdiqlanmagan hisoblanadi. Pensiya miqdori oddiygina ertadan hamma 7 million oladi degan shaklda o'zgarmaydi. Pensiya tizimida har bir summa aniq hujjatga, ish stajiga, ish haqi tarixiga, pensiya turiga, ustamalarga va qayta hisoblash tartibiga bog'liq. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda 1 avgustdan minimal pensiya 7 million, hamma pensionerga bir xil pul beriladi, bank kartaga avtomatik 7 million tushadi degan gaplarni ko'rsangiz darhol ishonib ketmang. Oldin qanday edi? Pensiya odamning ish staji va ish haqi asosida hisoblangan. Ya'ni kim uzoq yil ishlagan, rasmiy maosh olgan, pensiya jamg'armasiga badallar to'langan bo'lsa, uning pensiyasi odatda yuqoriroq bo'ladi. Kimda staj kam, ish haqi past yoki ayrim yillar hujjat bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya ham pastroq chiqishi mumkin. Bundan tashqari, pensiya yoshiga yetgan shaxs nogironlik pensiyasi oluvchi. Bo'quvchisini yo'qotgan shaxslar bo'yicha tartiblar bir-biridan farq qiladi. Endi nima o'zgargan bo'lishi mumkin? Odatda davlat pensiya va nafaqalarni oshirsa, bu ma'lum foizda indeksatsiya bo'ladi. Masalan, ayrim toifadagi pensiyalar ma'lum foizga ko'tarilishi, bazaviy hisoblash miqdorlari o'zgarishi, eng kam miqdor qayta belgilanishi yoki alohida toifadagi fuqarolarga ustama berilishi mumkin. Lekin bu hammaning pensiyasi 7 million bo'ladi degani emas. Juda katta farq bor. Umumiy oshirish, minimal chegarani belgilash, alohida toifadagi ustama, bir martalik to'lov va pensiyani individual qayta hisoblash, bularning har biri alohida tushuncha. Asosiy qism 1. Kim bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi navbatda pensiya oladigan har bir odam o'z pensiyasining tarkibini bilishi kerak. Men ko'p hollarda shuni ko'raman. Odam faqat kartaga tushgan pulni ko'radi, lekin bu pul nimadan iboratligini bilmaydi. Masalan, asosiy pensiya qancha? Ustama bormi? Kompensatsiya bormi? Nogironlik guruhi bo'yicha qo'shimcha to'lov bormi? Urush yoki mehnat faxriysi maqomi bo'yicha imtiyoz bormi? Yolg'iz pensioner sifatida qo'shimcha yordam bormi? Bularni bilish juda muhim. Misol keltiraman. Birinchi holat. 6-5 yoshli otaxon 32 yil rasmiy ishlagan, zavodda qurilishda, keyin korxonada mehnat qilgan. Ish staji yaxshi, lekin 1990 yillar va 2000 yillarning boshidagi ayrim hujjatlari arxivdan to'liq topilmagan. U hozir deylik 1 million 400 ming so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Internetda minimal pensiya 7 million bo'ladi degan xabarni ko'rib, u 1 avgust kuni kartasiga 7 million tushishini kutadi. Agar rasmiy hujjat bo'lmasa, bunday bo'lmaydi. Lekin bu odam uchun boshqa imkoniyat bor. Agar arxivdan ish haqi ma'lumotlari topilsa yoki oldin hisobga olinmagan staj tasdiqlansa, pensiyani qayta hisoblatish mumkin. Ya'ni oshirish avtomatik 7 million emas, balki hujjatga asoslangan individual qayta ko'rib chiqish bo'lishi mumkin. Ikkinchi holat, 28 yoshli ayol pensiyaga chiqqan, 20 yil ish staji bor, lekin ko'p yillarni uyda farzand tarbiyasi bilan o'tkazgan. U minimal yoki pastroq pensiya olishi mumkin. Agar davlat eng kam pensiya miqdorini oshirsa, aynan shunday past pensiya oluvchilarga ta'sir sezilishi mumkin. Lekin yana aytaman, oshirish bo'lsa, qancha foizga, qaysi sanadan, qaysi pensiya turlariga, qaysi manba hisobidan
Bular rasmiy hujjatda ko'rsatiladi. Agar ayolning pensiyasi eng kam miqdordan past bo'lsa, belgilangan tartibda minimal chegaraga yetkazilishi mumkin. Ammo bu 7 million degani emas. Agar hujjatda aynan shunday yozilmagan bo'lsa, uchinchi holat nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro. Bu yerda ham ko'pchilik adashadi. Nogironlik bo'yicha to'lovlar nogironlik guruhi, mehnat staji, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi va boshqa asoslar bilan hisoblanadi. Ba'zi odamlar pensiya oshsa, mening nogironlik pulim ham shuncha oshadi deb o'ylaydi. Har doim ham shunday emas. Ba'zi oshirishlar faqat yoshga doir pensiyalarga tegishli bo'lishi mumkin. Ba'zilari barcha ijtimoiy to'lovlarga taalluqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun matni aniq o'qish kerak. Pensiya, nafaqa, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya. Ustama so'zlar bir-biridan farq qiladi. 4-holat boquvchisini yo'qotgan oila. Masalan, ona 2 farzandi bilan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Agar umumiy indeksatsiya bo'lsa, bu to'lov ham o'zgarishi mumkin. Lekin agar xabar faqat minimal yoshga doir pensiya haqida bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Shuning uchun har bir oila o'z to'lov turini bilishi kerak. Endi kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi juda past bo'lganlar. Chunki ular eng kam miqdor qo'shimcha ustama yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam masalalarini tekshirtirishi kerak. Ikkinchidan, ish staji to'liq hisobga olinmaganlar. Masalan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin ba'zida ko'rinmayapti. Yoki korxona yopilgan, arxiv ma'lumoti olinmagan. Uchinchidan, sobiq kolxoz, sovxoz, korxona, sex qurilish tashkilotlarida ishlagan, lekin hujjatlari chalkash bo'lgan odamlar. To'rtinchidan, pensiyaga yaqinda chiqqan va hisob-kitobdan norozi bo'lganlar. Kim xavotir olmasligi kerak, agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa. Sizda ortiqcha qarzdorlik yoki noto'g'ri to'lov aniqlanmagan bo'lsa, internetdagi vahimali xabar sabab yugurib idoralarga borishingiz shart emas. Lekin tekshirish zarar qilmaydi. Shaxsiy kabinetingiz, bank tushumlaringiz, pensiya jamg'armasi ma'lumotlari orqali pensiya miqdorini nazorat qilib boring. Xavotir emas, tartibli tekshiruv kerak. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, minimal pensiya bilan o'rtacha pensiyani aralashtirish. O'rtacha pensiya deganda mamlakat bo'yicha hisoblangan statistik ko'rsatkich nazarda tutilishi mumkin. Masalan, kimdir 900 ming oladi, kimdir 2 million oladi, kimdir 2 million oladi. Ayrim maxsus toifadagilar undan ham ko'proq olishi mumkin. Bularning o'rtachasi alohida raqam beradi. Lekin bu raqam har bir odam oladigan pul degani emas. Minimal pensiya esa eng kam chegaraga yaqin tushuncha. O'rtacha pensiya 7 millionga yetadi degan gap bilan minimal pensiya 7 million bo'ladi degan gap mutlaqo boshqa. Ikkinchi tuzoq, xorijiy xabarlarni O'zbekistonga qo'llash. Ijtimoiy tarmoqlarda ba'zan Rossiya, Qozog'iston, boshqa davlatlardagi pensiya yangiliklari tarjima qilinib, xuddi O'zbekistonga tegishli tarqatiladi. Odamlar esa sarlavhani ko'radi, ichini o'qimaydi. Agar xabarda valyuta, davlat organi, qonun nomi aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. O'zbekistonda pensiya bo'yicha rasmiy o'zgarishlar o'zimizning davlat organlari orqali e'lon qilinadi. 3-tuzoq firibgarlar. Pensiyangizni 7 million qilib beraman. 1-avgustgacha ariza topshirsangiz, qo'shimcha pul chiqadi. Pasportingizni yuboring, kartangizni yuboring, SMS kodini ayting degan gaplar aslo ishonmang. Pensiya masalasida hech kim sizdan bank kartangizning maxfiy kodini, SMS tasdiqlash kodini, ilova parolini so'rashga haqli emas. Agar kimdir telefon qilib pulingizni oshiramiz, kodni ayting desa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. Darhol suhbatni to'xtating, yaqinlaringizga ayting. Bankka murojaat qiling. 4-nozik jihat, qayta hisoblash hamma uchun avtomatik bo'lmasligi mumkin. Masalan, davlat umumiy oshirish e'lon qilsa, bu avtomatik qo'llanishi mumkin. Lekin siz oldin hisobga olinmagan ish stajingizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha hujjat olib borishingiz kerak bo'ladi. Arxiv ma'lumotnomasi ish haqi haqida ma'lumot, sud qarori, mehnat daftarchasi nusxasi, buyruqlardan ko'chirma. Bular bo'lmasa, mutaxassis sizning gapingizga qarab pensiyani oshirib bera olmaydi. Pensiya tizim hujjat bilan ishlaydi. 5-jihat, ish staji va ish haqi o'rtasidagi farq. Ba'zi odamlar, men yarim yil ishlaganman, nega pensiyam kam deb haqli savol beradi. Sabab shundaki, faqat yilning o'zi emas, o'sha davrdagi rasmiy ish haqi ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar odam uzoq ishlagan, lekin rasmiy maoshi past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham kutilgandek yuguri chiqmasligi mumkin.
yoki ayrim yillar umuman rasmiylashtirilmagan bo'lsa, ular stajga kirmasligi mumkin. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan oldin hamma ish yillarini hujjat bilan tekshirish kerak. 6-jihat ayollarning bola parvarishi davri. Ko'p onalar farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lgan davrlar stajga qanday ta'sir qilishini bilmaydi. Bu yerda qonunchilikdagi aniq me'yorlar muhim. Qaysi davrlar hisobga olinadi? Nechta farzand bo'yicha, qancha muddatgacha? Qanday hujjat kerak? Bularni aniqlash kerak. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Oddiy ko'ringan bitta hujjat pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 7-jihat ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ular men hozir ham soliq to'layapman, pensiyam avtomatik oshadimi deb so'raydi. Qayta hisoblash tartibi bor, lekin u har doim ham odam kutgandek bo'lmasligi mumkin. Ishlayotgan davr, to'langan badallar, amaldagi qonunchilik, murojaat qilish tartibi ahamiyatli. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ham vaqti bilan o'z hisob kitobini tekshirtirishi foydali. 8-jihat pensiya va ijtimoiy yordamni aralashtirmaslik. Pensiya bu mehnat staji va qonunda belgilangan asoslar bilan bog'liq doimiy to'lov. Ijtimoiy yordam esa oilaning daromadi, ehtiyoji, kam ta'minlanganlik mezoni yoki alohida holatga qarab berilishi mumkin. Agar pensionerning daromadi past bo'lsa, u pensiyani oshirishdan tashqari mahalla orqali ijtimoiy yordam masalasini ham ko'rib chiqishi mumkin. Lekin bu alohida jarayon. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam. Hech qanday xabarga rasmiy manbasiz ishonmang. Agar 1 avgustdan minimal pensiya 7 million degan xabarni ko'rsangiz, undan rasmiy hujjatni so'rang. Farmon raqami bormi? Qaror sanasi bormi? Qaysi davlat organi e'lon qilgan? Agar faqat sarlavha, video yoki screenshot bo'lsa, bu yetarli emas. Ikkinchi qadam, o'z pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Bank kartaga pul tushgani bilan hammasi bir xil emas. Agar turini bilmasangiz, pensiya jamg'armasini tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Mening to'lovim qaysi turga kiradi, tarkibi qanday deb so'rang. 3-qadam. Pensiya hisob kitobi bo'yicha yozma ma'lumot oling. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Siz pensiyam qanday hisoblangan, necha yil staj hisobga olingan, qaysi davrlar inobatga olingan, ish haqi ko'rsatkichlari qanday olingan degan savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin. Yozma javob bo'lsa, shikoyat haq qilish ham oson bo'ladi. 4-qadam, hujjatlarni yig'ing. Eng asosiy hujjatlar pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, harbiy xizmat bo'yicha hujjat, ta'lim davri bo'yicha diplom yoki ma'lumotnoma. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim hujjati. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov yuboriladi. Hujjat topilmasa, ayrim hollarda sud orqali mehnat faoliyatini tasdiqlash masalasi ko'rilishi mumkin. 5-qadam, ariza yozishni biling. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak. Mening pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Quyidagi davrlar pensiya stajimga kiritilmagan deb hisoblayman. Ilova qilinayotgan hujjatlar asosida qayta ko'rib chiqishingizni va yozma javob berishingizni so'rayman. Ayrıca telefon raqamingiz, manzilingiz, sana va imzo bo'lishi kerak. Hujjatlarni topshirganda nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib oling yoki elektron tarzda yuborsangiz, tasdiqni saqlab qo'ying. 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, keyin tegishli vazirlik yoki sud tartibi mavjud. Lekin shikoyat hissiyot bilan emas, hujjat bilan yoziladi. Menga kam berishyapti deyishning o'zi yetarli emas. Falon yildan falon yilgacha ishlagan davrim hisobga olinmagan. Buni mana bu ma'lumotnoma tasdiqlaydi desangiz, masala ancha jiddiy ko'riladi. 7-qadam. Yaqinlaringizni ogohlantiring. Ayniqsa yoshi katta ota-onalar bu bolalar telefon firibgarligiga ko'proq ishonib qolishi mumkin. Ularga ayting, hech kimga karta raqami, SMS kod, bank ilovasi paroli, pasport rasmi yuborilmaydi. Pensiyani oshirish uchun hech kimga pul berilmaydi. Rasmiy xizmatlarda davlat boji yoki belgilangan to'lov bo'lsa, u ham kvitansiya orqali amalga oshiriladi. Begona odamning kartasiga emas. 8-qadam. 1 avgust sanasiga alohida e'tibor bering, lekin vahima qilmang.
Ba'zan o'zgarishlar ma'lum sanadan kuchga kiradi, lekin to'lov keyingi oyda qayta hisob bilan tushishi mumkin. Masalan, oshirish 1 avgustdan belgilansa, amalda bank kartaga tushish sanasi pensionerning to'lov jadvaliga bog'liq bo'lishi mumkin. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir oxirida. Shuning uchun qo'shnimga tushdi, menga tushmadi deb darhol xavotirga tushmasdan to'lov jadvali va rasmiy izohini tekshirish kerak. 9-qadam, o'z huquqingizni biling, lekin noto'g'ri kutubga berilmang. Agar haqiqatan ham pensiya oshirilsa, siz undan foydalanish huquqiga egasiz. Agar hisob-kitobda xato bo'lsa, uni tuzatishni talab qilishga haqlisiz. Lekin rasmiy hujjatsiz tarqalgan 7 million kabi gaplar asosida talab qo'yish natija bermaydi. Eng to'g'ri yo'l hujjat, ariza, rasmiy javob va tartibli nazorat. Yana bir real misol aytaman. Bir opa 24 yil ish staji bilan pensiya oladi. Lekin mehnat daftarchasida 6 yil bir korxonada ishlagani yozilgan bo'lsa ham, bazada bu davr tasdiqlanmagan. U internetdagi shov-shuvga ishonib, menga 7 million berish kerak deb boradi. Tabiiyki bunday talab qanoatlantirilmaydi. Lekin agar u arxivdan o'sha 6 yil bo'yicha buyruq va ish haqi ma'lumotini olib borsa, pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Natijada 7 million bo'lmasa ham har oy sezilarli qo'shimcha olishi mumkin. Eng muhimi, real natija shov-shuvdan emas, hujjatdan keladi. Yana bir otaxon 38 yil ishlagan, hozir pensiyasi nisbatan yaxshi. U minimal pensiya oshsa, mening pensiyam ham shuncha ko'payadimi deb so'raydi. Agar oshirish faqat minimal chegaraga tegishli bo'lsa, uning pensiyasi o'zgarmasligi yoki umumiy indeksatsiya bo'lsa, faqat belgilangan foizda oshishi mumkin. Ya'ni minimal miqdorni ko'tarish eng past pensiya oluvchilarga yordam berishi mumkin. Yuqoriroq pensiya oluvchilarga esa boshqa tartib qo'llanadi. Yana bir oilada boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olinadi. Ular ham hamma pensiyaga 7 million degan gapga ishonadi. Lekin ularning to'lovi oila a'zolari soni boquvchining huquqlari va amaldagi qonun me'yorlariga bog'liq. Agar davlat alohida ijtimoiy to'lovlarni oshirsa, ularga ta'sir qiladi. Agar faqat yoshga doir minimal pensiya haqida bo'lsa, bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Mana shuning uchun xabarning aniq matni juda muhim. Xulosa qilib aytaman. In avgustdan minimal pensiya 7 million so'm bo'ladi degan xabarni faqat rasmiy hujjat bo'lsa, ishonchli deb qabul qilish mumkin. Pensiya masalasida sarlavha, mish-mish, skrinshot yoki blogerning gapi yetarli asos emas. Har bir fuqaroning pensiyasi uning staji, ish haqi, pensiya turi, qo'shimcha imtiyozlari va hujjatlarga qarab hisoblanadi. Men sizga maslahat beraman. Pensiyangiz tarkibini tekshiring, stajingiz to'liq hisoblanganini aniqlang. Arxiv hujjatlaringizni yig'ing, kerak bo'lsa yozma ariza bilan murojaat qiling. Eng muhimi, firibgarlarga aldanmang va SMS kodlaringizni hech kimga bermang. Agar haqiqiy o'zgarish bo'lsa, u rasmiy e'lon qilinadi va tartib bo'yicha amalga oshiriladi. Sizningcha pensiya tizimida eng katta muammo nima? Miqdorning kamligi, hujjat yig'ish qiyinligi, stajni tasdiqlash muammosimi yoki internetdagi noto'g'ri xabarlarmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, imtiyozlar va hujjat masalalarini oddiy tilda tushuntirib berishda davom etaman.